Selam kızlar. Oy, koyun kırığa da bilmeyim. Nişlep siz bu alıp bastınız. Ayda güzel öz orunlarınıza basınız Ali. Öz komandalarınız yanına. Aha, buldu. Özünüzün komandanızga isim ulap taptınız mı? Hayır. Siz taptınız mı? Hayır. Komandanızın ismi nişik? Tatar kızları. Tatar kızları. Oy, şunday motor isimler. Ani için tatar kızı? Çünkü biz Tatarstanda tutuq, şunda yaşayız hem Tatarcha сөйләшәбез. Şunun için siz özünüzge şunday motor isim kuşurga buldunuz indi. Özünüzün komandangızga. Big motor emine kundaş komandanın ismi nişik ekan? Ajdaha. Qo'rqdim deb ayta olmayman, lekin ismingiz bek o'zinchalikli. Ne uchun Ajdaha? Çünkü bizim o'zimizda bor eng zo'r qish. Ham Biz o'zimizga ishonamiz. Shuning uchun siz o'zingizga Ajdaha ismini qo'yarga bo'ldingiz endi. Bek qiziq ekan. Qarag'iz ali, topshiruvimizni boshlaymiz deb aytirdim, lekin anga qadar sizga aytasim kerak. Bizning bugun topshiruvimizda bir kishining tug'ilgan kuni ekan. Aydagiz ali, uni qutlaylik Kamila, keling bunda biriga yaqinroq. Seni shon ko'ngildan tug'ilgan kuning bilan qutlaymiz. Zo'r bo'lib o'sarga, bek ko'p qozonishlarga erishishga, yozsin deb senga tilaklar tilab qolamiz. Lekin endi bu sening bizning topshiruvda erinibgina qatnashmayman deb yurgan degan so'z tugul. Butun kuchingni qo'yib qatnashirsan degan tilakda qolamiz. Biz shunday motor sizlar bilan topshiruvimizni boshlaymiz. Ketdik. Selam, benim ismim Nigmatulina Nazile. Men 27 gimnaziyadan. Men ishkak bilan yuzirga yaratam. Selam, benim ismim Rashidova Kamila. Menga 13 yaş. Men muzika maktabına yürüm hem bir yerga yaratam. İsmimsiz, benim ismim Чуксиванжала. Men 27 gimnaziyada o'qiyman. Menga 12 yaş. Men muzika maktabına yürüyüm. Selam, benim ismim Ahmet Shina Kamila. Men 27 gimnaziyada o'qiyman ham yuzu bilan shug'ullanaman. İsmimsiz, benim ismim Galiyev İnsaf. Menga 12 yaş. Men 27 gimnaziyada o'qiyman ham yüzü bilan shug'ullanaman. Selam, benim ismim Gatavulina Zarina. Menga 12 yaş. Men teatr maktabına yürüyüm. Shulay motor ettirib yugurib keldik bizning birinchi turibizga. Yigitlar, qizlar, haligi turda qatnashish uchun sizga komandadan bir o'rinda tik turga yaratmoqchi. Bek jitiz, bek shunday ilgir bo'lgan kishini sabab olirga kerak. Agarda shunday kishini salasangiz, albatta sizning komandangiz jingashak, birinchi o'rinni olashak. Haydaga sizga shunday kishini salarga vaqt beraman. Haydaga silashib oling'iz. Sayladilar. Aha. Bizning kimlarimiz hazır? Ajdahalarimiz hazır. Tatar qizlari bo'ldimi? Tatar qizlari qaysi qizni sayladi ekan? Zarinani. Zarinani? Nechun Zarinani saylarga bo'ldingiz? Bizning bek jitiz. Bek jitiz. Demak, siz mening so'zlarimni tingladingiz ham shunday kishini sayladingiz. Afarin. Siz bizning ajdahalarimiz kimni sayladingiz? Nazilani. Nazilani. Nega Nazilani sayladingiz? Chunki u kuchli ham itola. Chunki u kuchli, chunki u bizning kuchli ham albatta endi birinchi turni o'tib chiqarga tegishli bo'lsin. Yori qarabız, aydagiz Nazila, mening menga keligiz alamanda. Hozir sizga o'yinning qoidalarini anglatib ketashakman. Hozir siz o'zingizning oyoqlaringizga tegarmashli oyoq kiyimlar, ya'ni roliklarni kiyishga tegish bo'lasiz. Siz uni kiyasiz, men vaqtni qo'sham, ham siz bilan shu siziqdan ketasiz, o'shibmi, shubmi, bilmayman nechga aytarga, nechga borasiz, kelashmay borasiz. Borasiz ham bizning kegelni olib kelasiz. Bir borg'ach birgina kegelni olib kelga yaraydi. Borasiz, olib kelasiz, qo'yasiz, anari ikkinchisini. Voytirib, 6 kegelni olib kelgandan so'ng men vaqtni to'xtatam. Ham boshqa kundash komandaning vaqti bilan solishtiram. Kimning vaqti azroq bo'lsa, shu komanda jinggan bo'ladi. Qoidalar anglashildimi? So'rovlar yo'qmi? Kim birinchi boshlaydi? Kim birinchi boshlaganini suyuqpa yordamida bildiramiz. Aydagiz qizlar. Kim jingdi? Tatar qizlari, hazırmısın? Hayda olsa roliklarni kiyamiz ham hazırlanib bosamiz.
Kızlar siz hazırmı? Iya. Тәгәрмәче аяк киемнәр ничек? Уңайлымы? Iya. Йөргәнегез бар идеме әле монда аяк киемнәрдә? Әллә кайчан Ләкин онытылган. Синең бармы йөргән? Iya бар иде, ләкин мин инде оныттым. Оныттың, ничек йөргән икәнен белмисез. Әйдәгез, мин сезгә аңлатып китәм, ничек йөргән икәнен. Карагыз. Әгәр дә сез тимер аякларда йөрисез икән, әллә инде тәгәрмәче аяк киемнәрдә йөрисез икән, туры итеп аяклар басып тормаска тиеш. Сезнең һәрвакыт аякларыгыз әз генә бөгелгән булырга тиеш. Әз генә алга. Менә бу әз генә басыгыз әле. Менә шулай. Шундый вакытта сезнең йыгылган очракта да тиз генә торып басырга сезгә инде җайлы, уңайлы булачак. Әз генә млай тезләрне. Менә шулай итеп әкрен генә шуабыз, ярыймы? Опа. Менә күрәсеңме, йыгыла башлаганда артка китәсең. Шуның өчен әз генә алга. Менә шулай. Менә гәүдәне әз генә алга йөреп кара әле. Күрәсеңме, уңайлыракмы? Уңайлырак дия. Сез дә безнең телевизор караучыларыбыз истә калдырыгыз. Әгәр дә менә шулай итеп шусагыз, сезгә уңайлырак һәм җиңелрәк булачак. Әзермесез? Безнең бу ел инде татар кызлары башлый, шулай бит. Әйдә безнең сызыкка, аңа әйдә мәйданчыкны бирик, әз генә артка. Курыкмыйсыңмы? Артка китәсеңме? Артка китергә ярамый шул, безгә һәрвакыт алга барырга кирәк. Әзер булсаң? 3, 2, 1 киттек. Зәринә, Зәринә, Зәринә. Тизрәк, 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 тизрәк. Зәринә иде тизрәк. Фәрин, Фәрин. Синең бары тик 4 кенә кегенне алып киләсең калды. Ага. Фәрин, Фәрин. Ой, ой, ой. Булды, Фәрин. Әйдә, кулымны биреп әз генә ярдәм итәм. Ага. Менә шулай һәм безнең Нәзиләбез финиш сызыгына килеп тә җитә язды. Менә көндәш команда ярдәм итә, вакытны туктаттым. Шулай итеп, Фәрин татар кызлары, сезнең вакытыгыз 3 минутта 9 секунд. Ә менә көндәш команда нинди тизлектә килер икән, бик тиздән белербез. Нәзилә, син әзерме? Әзерме? Син менә безнең көндәш команда йөргәндә инде йөреп тә карадың, бугай инде әзерләндең бугай. Шулаймы? Бары әйбәт йөрәчәксең, ничек уйлыйсың? әйбәт. Син ашанасың инде. Әйбәтрәк йөрәчәксең. Карарбыз әле бик тиздән. Әзер булсаң, 1-2 киттек. Әфәрин. Әйдә, әйдә, әйдә. Әфәрин булды. Син уларга караганда авыррак булды. Ләкин менә вакытыңа караганда бер дә авыр булды дип әйтмәсен. Чөнки син безнең көндәш командага караганда бик күпкә тизрәк һәм җитезрәк булдың. Синең вакытың 1 минутта 59 секунд. Котлыйбыз сезне. Ә менә киләсе турда кем җиңәр икән, бик тиздән белербез. Киттек алга. Менә шулай бик җитез генә икенче турыбызга килеп тә җиттек. Әлеге турда катнашу өчен сезгә командадан бик җитез 11 кеше белән бер юлы идарә итә алырдай кешене сайлапларга кирәк булачак. Кем икән ул сезнең командаларны? Әйдәгез, сөйләшеп аны сайлап алыйк әле. Аха. Аха, аҗдаһалар бик тиз. Кемне сайладыгыз икән? Менә сез беренче булдыгыз. Мине. Инсаф, нигә сине сайладылар? Бәлки мин егет, шуңа күрә мин инде уйный алам. Шулай дип сине сайладылар инде. Аха. Сездән кем сайладылар? Мин. Камиляне сайладылар. Камиля, нигә сине сайладылар икән? Беренче турдан арганнардыр. Шуңа хәзер сине инде уйнатырга булдылар. Ярый, хәзер күрербез, без киттек үзебезнең өстәлебез ягына, әйдәгез. Менә без өстәлебез ягына килеп тә җиттек. Күргәнегезчә, без хәзер сезнең белән футбол уйнаячакбыз. Элегрәк уйнаганыгыз бармы? Әлеге уен. Бер тапкыр булган иде. Бер тапкыр уйнаганың бар инде. Уйнаганың бар синең. Синең Камил уйнаган бармы? Бер мәртәбә. Бер тапкыр уйнаганың бар. Инсаф, менә уйнаганың бар дидең, кагыйдәләрне беләсең, онытып кит әле. Туп керсә, капкага керсә инде 1 очко
bir ochko sanala. Agarda bizning to'g'imiz qolqa kirar ekan, bir bol sanala. Sizga borisi 7 bol jarak kerak. Agarda siz 7 tapor bizning to'g'imizni qolqa kiritasiz ekan, demak, jimuz sizning 8 da bo'lashaq. Anlaşıldımı? O'yinning qoidalari bek joyli, shunga ko'ra uzoqqa suzib turmaymiz. 1-2-3 ketdik, aydagizini boshlaymiz. Oha! Qaranglar bizning Kamilamizni chekkina haylagargina ko'chirib. Bizning tug'imiz yaratish qilishmoqni. Oho! Qaranglar. O'zini kirib ketmay qoldi. Mana shu aytirib insofda bizni qizib ketdi. Birgina gol qoldi degash, alla mening so'zimdan qo'rqibmi? Bir-biratli gollar kirita boshladi. Bizning esa isha bu Ezrak bo'lishdimi? Shulay aytirib bizning Ojdaha komandasi yengildi. Qaysi komanda yengdi? Tatar qizlari. Naq shulay, biz shunday esa bilan kelasi turga ko'chamiz. Mana shulay bek tezgina 3-turga kelib tashitdik. Qizlar, yigitlar sizdan so'raysim keladi. Sizning eng yoratgan sport turingiz nima? Voleybol, Xokkey, futbol. Amna kundash komandaniki? badminton, Yüzü. Qaranglar, bizning yuzurga yaratuvchilarimiz bek ko'p ekan. Amna qaysida bo'lsa sport turi bilan o'zingiz shug'ullanasizmi? Yuzu bilan shug'ullanasiz. Amna ne ishingiz kerak deb o'ylaysiz? Orqa turga, Ayyi bizning orqamiz tez bo'ladi, tog'i narsa uchun. oyoqlar tezroq kerak. Naqdar sening bilan kelishaman. Mana bizning kelasi 3-turi bizda shunday bek salomatlik biz uchun kerak deb sanardim. Chunki biz hozir sizning bilan biyashak, biz harakatlanashak biz. Oldagi turda qatnashmagan kishilar bizning bir odam orqasiga kirib chiqsin. Hamma shulay. Aydagiz bizga tezgina birinchi mazak harakat ko'rsatingizlar. Aha, mana shunday bizning mazak harakatlar hozir bek ko'p bo'lashaq. Chunki biz hozir siz bilan biyashakmiz. Hozir biz sizning bilan bosamiz. Durusraga siz menda bosib qolib, yaqinroq kelasiz. Bosashaksiz. Ekran bizni hozir nenda bo'lsa biyuni belgilab olashaq. Ham siz biyashaksiz. Bolalarning da bizning ekronni biz o'zi berashak. Shunga ko'ra sizga hozir ekranga ishorlik etib berga to'g'ri kelashak. Anlashildimi? Kim ko'proq bol jiyar, shuni komandasi jinggan deb topilashaq. Hazır bo'lsangiz, mana shular o'rinlaringizga bosasiz, amin komandalar yog'ina ham biz boshlaymiz. Mana bizning Kamila bilan Jelani endi ekronni biz ko'rib oldik. Hammalar bizning bi boshlaylar. Qizlar o'mishlar. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Sizning komanda kim? Ojdaholar, Ojdaholar Emranda beganda kim sizning? Sheshakmi, endi Bolqurtimi? Bolqurti, Bolqurti. Sizniki demak kim? Sheshak. Qaranglar, bizning qizlar yulduzlar komandasi Sheshak ekan. Tatar qizlarimiz bizning shulay motor bilan yilmayib qo'ydilar. Agarda tuyulib tura olmaysiz ekan, bizning Ojdaholar kabi qo'shilib biya olasiz. Bizning Ojdaholarimiz tuza olmaylar, qo'shilib biya boshladilar. You is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me don't worry about your size. She says boys like the girls for the beauty they hold inside. And no, I won't be no stick figure silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Hey, I'm bringing beauty back. Go ahead and tell all them haters that
hareketler ko'rsatadi, lekin qizlarimiz bir dayoq turmay rohatlanib yeylar. Amin endi alra qo'shilib yesim kelib ketdi. About that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, Aferinlar. Ham hozir bizga ko'rsatashak bizning bolalarni. Kim edi bizning? Oha! Qora qizlar, bizning dolar qizlar ozgina ay olib turdilarmi bilmayman, lekin bizning Ojdaho komandasi 2269 ball jedi. Endi qotlaymiz albatta biz chunki siz jengdingiz. Mana kundash komanda 1309 ballgina jedi. Şulaytırı bizning Ojdaho komandasi bo'ldi, aferinlar. Amina 4-chi turda bizning kim jengar ekan, bek tezamida biz ketdik. Komandalar, qizlarimiz, yigitlaringiz aytingizlar. Mana siz komandada o'ynab turgan nendek o'yinlarni bilasiz? Biz futbol, basketbol, tag'in, voleybol, futbol. Nendek o'yinlar bor tag'in, shu. Bor, tag'in nendek o'yinlar bilasiz? Badminton, shuni bizning bek pionerbol, ayinag'diriz. Shuni bizning bek qiziqli komandada o'ynab turgan o'yinlar bor. Unda komandada o'ynab turgan o'yinlarni yaratasizmi? Yaratsangiz men shod, chunki biz hozir sizning bilan komandalab qatnashacakmiz. Aydagiz bizning o'stalga yaqinroq kelingiz. Qo'shanda bo'lsa sirlarni yorishtirganingiz bormi? Bormi bu haligi o'yinni? O'tirsangiz bo'laydi, aydagiz o'tiragiz. Yigitlar, qizlar, hozir sizga qoidalarni anlatib ketashakman. Sizga ulashib chiqdim. Mana shunday qizil shorlar, siz ularni jibariga tiyish bo'lasiz bizning karjinlarga. Ular bizning karjingalarga ham shu vaqtda endi sizning bolalaringiz sanalashaq. Shu vaqt sizning sirlaringiz harakat eta boshlayashaq. Kim jinguvchi bo'lashaqsiz. Agarda sizning biz sizga berasiz borisi 3 mumkinchilik. Agarda sizning sirlaringiz 2 topqir yoki 1 topqir yoki 3 topqirda jinga ekan, demak sizning komandangiz jingashak. Ya'ni kim ko'proq bol jiyash, shu 3 mumkinchilikdan sizning komandangiz jinga bo'l. Anglashildimi? Hazır bo'lsangiz, hazırlandik to'plarni 1 2 ham 3 boshla. Birinchi mumkinchilikni boshladim. Hozirgi vaqtda bizning birinchi ham 4-chi sir oldara boralar. 6-chi sirda olg'iliqqa chiqib. Birinchi sir aslında bizning Ojdaholar komandasi. Amina shulay olda boruvchi 4-chi ham 6-chi sirlar, ular endi bizning tatar qizlarining sirlari. Aha, birinchi ham 6-chi sir tegizlashdilar. 6-chi sir oldiroq bora, narsa bo'lar ekan. Birinchi yoki 6-chi kim jengar ekan? Shulaytiri bizning Ojdaholar komandasining kasasida 1 ball. Bizning qoldiq tag'in 2 o'yin, kim jengar? Hazırmisiz? 3 2 1 ket. Ketdik, davom etamiz. Yangadan bizning Ojdaholar komandasi olg'a chiqib. Birinchi sir, qaraqzalning endi tish shabotirgan sirimiz bizning birinchi sir. Ikkinchi sir aning komandasi qo'lda tag'ini yangadan.
Aha, 4-nji sir alga aşığı. Bizning kundash komandadan. Aha. Birinchi sir hamon oldi. Shulay qilib bizning yangadan Ajdaholar komandasi endi jingdilar. Hozir 3-chi topqir o'ynaymiz. Narsa bo'ldi sizga Totar qizlari? Nishlab elek o'ynab bo'lmaymi? Shorlar tinglamay. Nechik tinglab turgan ekan shorlarni? Nisha turgan ekan? Nisha 8 shorlar tinglay boshlar ekan sizni? Bilmaymiz. Aytasiz aytamiz shorlar bizni tinglag'iz deysiz. Şorlar. Ayya mana shular shorlar aytasiz tinglag'iz ham bizning 3-chi mumkinchiligimiz ketdik. İkinci ham 5-chi sir olg'a chiqgan. Aha. 3-chi ham 4-chi sir birga ketdilar. Üçüncü sıyır kızıp gitti. Aha, 5-chi sıyır alga bora. Beşinchi sıyır bizning olga ketdi. Birinchi sıyır nishatir ortda qoldi. Kim jingar ekan? 5-chi sıyır malayda 3-chi sıyırmi? Ham aytib ulgurmadim bizning 3-chi sıyır bojingda. Farid Ajdaholar komandasi 3 mumkinchilikdan 3-chisida da jingdingiz. Qutlaymiz sizni. Endi mana umumiy hisobni biz big izdan chiqarajaqmiz. Bizdan ayrilmag'iz. Shulay turib uymoq topshirig'ini yumqoqda yasaymiz. Bugungi bizning topshirig'imizda qatnashchilar Ajdaholar komandasi ham Totar qizlari. Aytagizali olqishlaylik o'zimizni. Nigina desang-da o'yinning ozig'i bular hamda albatta kurash bo'lg'achdan unda jinguvchi bular. Shulay turib bugun bizning topshirig'imizning jinguvchisi 3-1 bilan jinggan Ajdaho komandasi. Biz sizni shon ko'ngildan qutlaymiz. Sizingda muңaymag'iz, bigrakda sizning bizning tug'an kunimiz o'tkazuvchi qizimiz birda Mo'ngsulanma, yaraymi? Mo'ngsulanmisizmi? Yo'q. Yari Mo'ngsulanma shulay turib bizning o'ymoq topshirig'ini tugallarga desakda bo'lar. Chunki jinguvchini belgiladik. Bizning Komilani tug'an kuni bilan qutladik. Demak, sog' bo'lashamiz. Sizning bilan bugun 27-gimnaziyaning o'quvchilari ham men Firuza bo'ldim. Sog' bo'ling'iz.